Choy ham ochibdi. Voy, cho'cha bu nima bo'li? Shu sizlar ham sezinglarmi? Ha, assalomu bola, siz bilanman Yaljonar. Sizce arzon ve sifatli banner avatarcha kerakmi va uni kimdan olishni bilmayapsizmi? Unda meni kanalimni tavsiya etaman. Bu yerda arzon narxlarda va sifatli banner avatarcha yaratishingiz mumkin. Ссылка описанияda va kommentariyada. To'g'ri, ko'p vaqt video chiqmadi va bunday qishlog'imni ham o'zim sog'inib qoldim. Cho'cha bizani kompyuter uyimizdan dabdala qilib qo'yishdi. Voy. Buni ichida nimalar bor? Bioblok? Nima bu? Voy, qo'lim kuydi. Voy, qo'limdan tushib ketuvdi, qaranglar. Voy, bu qanaqadir dabdala qilib qo'yishdi meni uyimni. Yo'q, bu nima bo'lgan? Cho'ta, meni hamma narsalarim. Voy, bunga tegsam, bunga kirsam qo'lim kuyyapti. Voy bolalar, stolimni ham, hamma narsam qanaqadir yashil bir bola qilib qo'yishibdi. Bu menimcha hakkerning ishi bo'lsa kerak. Hakker menga qanaqadir ish beraman degdi oldingi videolarda, eslagan bo'lsanglar. Albatta, oldingi videolarimizda mana shu aytgan videorolik, hakkerga shart beraman degan videorolik mana o'ng tarafda chiqib turibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Uyim dabdala bo'lib ketibdi. Tezroq bu uyni men yopishim kerak. Qanday qilib yopaman deganda, mana bitta chestda narsalar bor edi. Mana uyimni yopib qo'ymasam bo'lmaydi. Chunki bu yerga kimdir kirsa yo'qib ketishi mumkin. Buning ichida yadroviy bir bora narsalar bor ekan. Albatta bu faqatgina hakkerning qo'lidan keladi. Yaramas hakker. Tinch yashashga ham qo'ymaydi. Bu uyimni endi yopib qo'ymasam bo'lmaydi bolalar. Mana biz uyimizdan yopib qo'ydik. Hakkerga telefon qilmasam bo'lmaydi. Allo, hakker. Jonior, nima deysan? Sanmi meni uyimda har xil bir bola yadroviy narsalar qo'ygan? Yo'q, u yadroviy emas, u bio narsalar. Ya'ni ular qanaqadir zaharli narsalar. Iltimos, meni uyimni tuzatib ber. Unaqa narsalarni yonimga gaplashib olardik. Qayerdasan? Sen uyingni to'g'ri deb yuborku. O'shaning orqasida turibman. Qanday bo'tga kelding? Teleportatsiya bor ekan, teleportatsiya balovatlari fitta-mitta degan narsalar bor. Sen aqli yetmaydi. Bo'pti, qarachi, kelaver. Bo'ldi, bo'lmasam boramiz. Qalaysan, hacker, yaxshimisan? Bu nima? Bu menmanmi? Bu sensan. Buni tipa yangi videoroligingga ishlatamiz dedik, esingdami? Do'stlar, biz hacker bilan yangi video olganmiz. Ya'ni bu mening nimam desa bo'ladi? Qarachi, skeletim, mana shunaqa desa bo'ladi. Qo'g'irchoq versiya ham, qarachi, shu narsa bilan hacker bilan prank qilganmiz, albatta. Bu video ham tez orada chiqadi. Hacker bu narsani yo'qotib qo'yaman, men yoqmayapti bu narsa menga. Yo'qol. Bu videoni keyin olamiz. Xo'p, hacker, iltimos, men uyimni to'g'rilab bergin. To'g'rilab beraman, faqat shu videoga 50 ta like yig'sin. Agar 50 ta like yig'masa, men sen bilan qilgan prank videoim chiqmaydi. Bolalar, iltimos 50 ta like yig'ib beringlar. Yangi videorolik chiqishi kerak va hacker boshqa bizga tegmasligi mumkin. Tegmasligi mumkin emas, tegaman. Lekin biroz vaqt tegmay turaman. Bo'ldi, bo'lmasa hacker, iltimos to'g'rilab ber. Bo'ldi, men to'g'rilashni boshladim, lekin va'da ya. Men obunachilarga aytdim. Obunachilar like bosib buni qo'ylar bizlar. Mana shu oyda oxiri men yoqmayapti menga bolalar. Yo'qotib yuboramiz buni. Opa, yo'qol, ashtatur. Keyin videoda kerak bo'lasan. Xo'p, obunachilar, keyin videogacha 50 ta like yig'ib mana shu videomizga va kommentariyaga yozib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kommentariyaga albatta hacker yaramas deb yozib qo'yishni unutmanglar. O'zi bilmasin. Albatta hacker to'g'rilab bergungacha men telefonimda maza qilib o'yin o'ynab turaman. O'yin o'ynayman debman. Aytgancha yangi kanal bor-ku do'stlar. Mana ekranda chiqib turgan MKV tarjima degan kanalimiz bor, ya'ni tarjima dublyaj bilmadim, ekranda chiqib turadi. O'sha kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. O'shaning videolarini men hozir ko'rib turaman. Chekada o'tib, juda ham qiziqarli videolar chiqadi. Mana yaqin orada yangi ustoz degan videosi ham chiqadi. Albatta, u videoda men ham bir ikkita ovoz berishga yordam berganman. Aytish yo'q bolalar. Vada. Bo'lsa men bu uyda sekin mashta ko'rib turaman. Ungacha hacker uyimizdan to'g'rilab. Bu videoni ham ko'rib oldim. To'g'risi ham o'zbek juda ham zo'r tarjima dublaj videolar chiqadi. Albatta obuna qo'yinglar. Hacker meni cho'p qo'ygandir, yoniga borib boramiz. Jetal qalaysan? Hacker, uyim tayyor bo'ldimi? Uying tayyor, lekin bergamading esingda tursin. Bo'ldi, va'dam esimda turadi, hacker. Albatta, obunachilarga uyaltirmaydi, iltimos. Kirib ko'rsam bo'ladi. Albatta, bo'ladi-da, inson nima deydi? Nima deysan? Eshitaman, bratayer. Bo'ldi, yopaylik. Hacker birinchi marta biratdan bordim bolalar.
kompyuter ochib qo'yamiz va bu meni shaxsiy uyim. To'g'ri, ichidagi narsalar qaytmabdi. Lekin biz ham zo'r qilib qo'yibdi albatta. Obunachilar, bugungi video shu joyda tugaydi. Ko'rdinglar o'zinglar ham. Keyingi videogacha ko'rishingizni sog' bo'lasizlar bo'ldim. Men o'zim MKV o'zbekning tarjima videolarini ko'rib turaman. Bilmadim, balkim yangi videoni ham anaqa montaj qilib, o'sha hacker bilan olgan videoni ham montaj qilarman balkim. Bo'pti, bo'lmasa ham keyingi videogacha ko'rishingizni sog' bo'lasizlar bo'ldi.